Assalomu alaykum hurmatli Cherry Farg'ona YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan salonimizdagi mavjud mashinalar hamda ularning funksiyalari, shu bilan bir qatorda narxlari hamda olish turlari bilan gaplashib o'tamiz. Boshidan eslatib o'tmoqchiman, bizning avtosaloni manzil Farg'ona shahar Axim Abayskiy massiv kanal 3 da joylashgan. 9 dan 7 gacha dam olish kunlarsiz ishlaymiz. Bemalol kelib tezroq xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Qani ketdik bo'lsa avtosalondagi mashinalar haqida gaplashamiz. Avvalambor, marhamat, xush kelibsizlar. Bugun birinchi navbatda Cherry avlodidagi eng erkatoy mashinadan gaplashamiz, ya'ni Tiggo 2 Pro modelimiz. Bu modelimiz shahar ichiga moslashgan kichik mini crossover bo'lib, juda ham ixcham hamda odamni eng xursand qiladigan joyi bu uning yonilg'i sarfi. Ya'ni 100 ga 5,5 litr yonilg'i sarflaydi hamda hozirgi kunda kerakli bo'lgan barcha funksiyalarga ega. Oldi-orqa LED faralar deysizlarmi, hamma narsasi bor. Marhamat, saloniga bir qator nazar tashlaymiz. Ko'rib turganlaringdek, salon qismi ham полностью eko kojadan ishlangan bo'lib, rullari isitadi. Sidenyalar oldi labovoy, orqa labovoy hamma yo'g'i isitadi hamda hozirgi kunda kerakli bo'layotgan cruise control funksiyalari, bu tarafda multimedia tizimi hamda o'zida 12.3 dyum bo'lgan o'zini plansheti bor, lyuklari bor. Avtomat korobkada hamda mana buni shu katta mashina fura haydaydigan odamlar bo'lsa, toshbaqa rejimi deb qo'yadi, ya'ni qiyalikdan tushayotganda mashina o'zi ehtiyotkorlik bilan rasxodni ko'paytirmasdan, nagruzka tushirmasdan o'zi olib tushib qo'yadi. Hamda mashinamiz 17-razmerdagi quyma diskalar bilan jihozlangan bo'lib, oldi hamda orqasi ham diskli tormoznoy sistemada ABS da bo'ladi. Mashinamizda shunaqa funksiyasi borki, avtotormojeniya degan funksiya bor, ya'ni hozirgi kunda kech payt charchaganda yoki boshqa paytlarda kimdir yugurib chiqib ketib qolsa, ko'rmay qolasizlar, o'sha payt mashina o'zini o'zi avtomatik to'xtatib oladi. Hop. Orqa qismimizda bo'lsa, o'zini parktroniklari hamda kameralariga ega. Kamera ham qo'yish shart emas. Bagaj qismi. Bagaj qismi ham juda keng bo'ladi. Bemalol ancha-muncha yuklaring sig'ib ketadi. Xo'p, bu mashinamizni endi tan narxiga keladigan bo'lsak, o'zini tan narxi 214.900 hamda buni siz 25 million foydada xarid qilishingiz mumkin. Albatta, rassrochka, avtokredit, lizing, naqd yoki-da firma nomiga olmoqchi bo'lsalaringiz ham olsalaring bo'ladi bemalol. Xo'p, ikkinchi mashinamiz, bizda ikkinchi ekzemplyar Arizo 6 Pro modelimiz. Ko'rib turganingiz, Arizo 6 Pro modeli hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan mashinalardan biri bo'lib kelmoqda. Bu mashinamiz ham oldi orqalari полностью LED chiroqlar bilan jihozlangan bo'ladi hamda motorimizning obyomi 1,5 turbina, ya'ni 147 ta ot kuchi. Bularda ham 17-razmerdagi quyma 2 xil rangli diskalar bilan jihozlangan, oldi orqa diskoy. Hamda eng kerakli bo'lgan bularda 360 kamera, ya'ni krugovoy kamera bilan jihozlangan, datchik slipoy zonalar, besklyuchovoy dostuplar, o'zining lyuklari bor. Marhamat, salonga ham e'tibor berasizlar. Salonimiz полностью eko kojadan tikilgan bo'lib, ular elektriskiy sideniya, ya'ni ruchnoy emas, мясорубка emas, elektriskiy regirovka qilsa bo'ladi. Hamda bu mashinamizda rullari, oldi-orqa sideniyalar, oldi-orqa labovoylar, bakovoylar hammasi isitadi. Hamda bu mashinamizda adaptivniy cruise control funksiyasi bor. Polosу удержания ko'rib turibsizlar. Bitta o'qib qo'ysalaring, polosani ushab, o'zi oldindagi mashinaga qarab o'zi olib ketaveradi bemalol. Sizlar hech qanaqa ortiqcha harakat qilmasizlar, davom etib ketaverasizlar. Bu yoqda ham xuddi shunaqa multimedia, 12 ga 3 dyumli o'zining sensorli plansheti bor, klimat kontrollari, avtomat korobka, avto hold, avtotormojeniya, беспроводной zaryadka, hamma kerakli funksiyalar bor hamda bu mashinamizda 2 xil haydash rejimi bor, eko hamda sport. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. 360 kamera bo'lgani bilan bir qatorda o'zida oldi orqada datchiklari bor. Bagaj qismi. Ko'rib turibsizlar, bagaj qismi o'ta keng. Mendan bir ikkitasi chiqsa kerak bagajga. Xo'p. Bu mashinamiz 3 ta pozitsiyada mavjud bo'lib, 240 dan 280 milliongacha bo'ladi. Hamda bu mashinamizni ham 25 million foydada xarid qilishingiz mumkin. Rassrochka, avtokredit, lizing umuman farqi yo'q. Xo'p. Bizdagi keyingi ekzemplyar
Crossoverlar ichidagi maxluq desa ham bo'ladi. Tiggo 8 hamda Tiggo 8 Pro Max modelimiz. Xo'p. Bu Tiggo 8 modelimiz ham hozirgi kunda crossoverlar ichida eng mashhur crossover bo'lib kelmoqda. Bularda o'zi LED optikalar, dальний ближнийni o'zi ligirovka qiladi, to'g'ridan kelayotgan mashinaga qarab, hamda rulni bursalaring ближний fara rul tarafga qarab buriladi. Shu tarafdan ancha qulay. Bu yoqda o'zi 18-razmerdagi qurilma diskalar. Bularda eng yaxshi podveskasi независимый bo'ladi. Bilmaganlar uchun, ya'ni ikki taraf o'ynaydi, shuni hisobiga chuqurga tushganlaringda umuman bilintirmaydi, xuddi kemada ketgandaqa ketasizlar. 360 kamera, datchik слепой zona, panorama lyuk, полный обдув обогрев всех сидений, massaj funksiyalari, холодильник, head-up displeylar. Xo'p, bular endi ikki turbina bo'ladi, ya'ni full pozitsiyasi ikki turbina bilan jihozlangan bo'lib, to'rala balonni ham tortadi. Shuning hisobida sizlar qorli yo'llarda ham, loyli yo'llarda ham ko'chada qolib ketmaysizlar. Xo'p, endi bu crossoverimiz 7 kishilik bo'ladi. Ikkinchi qatori ham oldinga, orqaga, hattoki spinkalari ham oldinga, orqaga borib keladi. Shu tarafidan qulaychiligi bor. Marhamat. Aytib o'tganimdek, bu yoqda o'sha elektronli. Aytib o'tganimdek, bular 7 kishilik bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Misol, meni bo'yim 1.77, men baqa bemalol sig'aman. 1.77 bo'y bilan. Hamda 3-rayd uchun o'zi bemalol vozdukni potogini tepa-past qilib o'ziga bemalol moslasa bo'ladi. Mashinamizda 12 ta sun'iy kolonka qo'yilgan, premiumli kolonka. Buning eng yaxshi tarafi detskiy rejim, qaytarib yuboradi. Oynalari ham, bagaj eshigi ham qisib qolmaydi, hamda buni o'zini subwooferi bor. Zavodskoy subwoofer. Aynaklariga keladigan bo'lsak, orqa aynaklari zakalyonli bo'ladi, ya'ni qoraytirilgan, tonirovka qilish shart emas. Hamda aynaklari ikki sloyli bo'ladi, ya'ni ikkitali aynak bo'ladi. Tashqaridan ichkariga shum kirmaydi, ichkaridan tashqariga shum chiqmaydi. Xo'p, bu mashinamiz ham полностью LED, hamda eng yaxshi tarafi bu mashinani o'zini video registratori bor, ya'ni 360 video registratorida yozib ketadi. Hozirgi kunda rosa kerakli narsa. Ko'ryapmiz, Instagramda podstava qilib ketayotgan mashinaga o'zini tashlab olishyapti. Mana shu payt registrator rosa kerak bo'ladi. Xo'p, bu mashinamizning narxlariga keladigan bo'lsak, 400 milliondan to 481 milliongacha mavjud. Bularni ham 25 million foydada xarid qilsalaring bo'ladi. Hamda xuddi shunday rassrochkalar, lizing, avtokredit, naqd yokida firma nomiga olmoqchi bo'lsalaring, bemalol firmani ham nomiga olsalaring bo'ladi. Xo'p. Endi katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan Arizo 8 gibrid modelimiz haqida gaplashamiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Arizo 8 gibrid modelimiz. Bu model birinchi endi bizga yaqin bo'lgan Rossiyada chiqqan, lekin buni oldi ko'rinishi butun dunyo bo'ylab faqatgina O'zbekiston uchun chiqarilgan, yagona. O'zbekistondan boshqa hech qayerda bunaqa tashqi dizayn bilan ishlab chiqarilgan Arizo 8 ko'rmaysizlar. Arizo 8 gibrid modelimiz 1.5 turbina hamda ikkita elektromotor bilan jihozlangan bo'lib, 347 ta ot kuchi hamda 500 Nm kuch tashish momentiga ega. Bu degani razgonda ancha-muncha mashinani choyni ichirib olsa bo'ladi. Bulardan xuddi shunday 18-razmerdagi qurilma diskalar, hamda bu diskalarda bitta yaxshi tarafi mana shu joyini, ya'ni mana shu qora joylarni olib qo'ysa bo'ladi. Bunda diska уже ikkinchi rang, ikkinchi tusga kiradi. Bularda ham xuddi shunaqa besklyuchoy dostuplar, 360 datchik слепой zonalar, 360 video registratorlar, kerakli bo'lgan barcha funksiyalari bor. Marhamat, salon qismiga bitta nazar tashlaymiz. Ko'rishingiz mumkin. Eng asosiysi Tiggo 8 da ham aytish esimdan chiqibdi. Bularda o'zini pamyat sideniyasi bor. Ya'ni o'zingizga moslab hamma yo'lni to'g'rilab olasiz. Sideniyaga e'tibor beringlar. Sideniyani tikilishi bitta alohida tema. Perforatsiya qilingan, eko ko'jadan ishlangan sideniyamiz, obduf, обогрев hamma narsasi bor. Hop. Mashinamiz gibridda bo'lib, to'liq zaryad hamda to'liq elektr zaryadi bilan
1,5 ming kilometr yurib beradi bemalol. Bundan xotir olmasa bo'ladi. Hamda eng yaxshi tarafi 100 ga 3.9 litr rasxod qiladi. Menimcha bu o'ta zo'r natija hamda mashinamizni premium klassda bo'lib, ularda o'zida lyuki bo'ladi. Обычный lyuk emas, bular уже panorama lyuk. Ko'ryapsizlar, oxirigacha ochiladi. Ulardan xuddi shunaqa adaptivniy kruiz kontrollar, multirullar, sensorlari ancha-muncha telefonlardan yaxshi ishlaydi. Xavfsizlik tarafdan keladigan bo'lsak, mashinaning xavfsizligi oldi taraf, orqa taraf, yon taraf, krugovoy xavfsizlik bilan xavfsizligi zo'r. Xo'p. Mashinamiz orqa qismi. Bitta nazar tashlaymiz. Fishkalarga e'tibor berasizlar. Полностью ekoko'jadan ishlangan fishka bo'lib, bularda ham Sony'ning premiumli kolonkalari turibdi. Undan tashqari o'zida zavodskoy subwooferi bo'ladi. Xo'p, bulardagi o'sha kerakli bo'lgan hamma funksiyalar 360lar, полосу держаниялар, polosadan polosaga o'tishga yordam berish funksiyalari. Menga eng yoqadigani buni xavfsizlik tarafdan. Oldidan, orqadan, yon tarafdan farqi yo'q. Qaysi tarafdan xavf orttiruvchi bironta obyekt kelayotgan bo'lsa, sirazu uni ko'rib, sizni ogohlantirib, kerak bo'lsa, mashinani o'zi to'xtatib qo'yadi. Bagajga bitta nazar tashlaymiz. Bagaji ham o'ta keng. Aytib o'tgan subwooferim o'zini zaryadchiga bo'ladi, komplektda chiqadi. Uni eng yaxshi tarafi ko'chada bizda zaryadkaga qo'ysalaring 20 daqiqada 100% zaryadi to'ladi. Mashinamiz независимый подвескada bo'ladi. Shuni hisobiga ancha yumshoq. Xo'p, mashinamizning tan narxi 364.900. Hozirgi kunda bularga rassrochka yo'q edi, rassrochka ochildi. Rassrochkaga ham, avtokreditga ham bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Hurmatli mijozlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammalaringni avtosalonda kutib qolamiz.